Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomizda telefon orqali YouTube'da daromadga chiqish bo'yicha to'g'ri yo'lni ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak boshladik. Xo'p, telefonda qilinadigan yo'nalishlardan Tails Hop, Talking Angela, Battle videolar, Wrong Ace, Talking Tom, Sprunky bular o'sha telefonda qilinadigan juda ham oson yo'nalishlar bo'ladi. Xo'p, bular barchasi emas. Bundan tashqari siz telefonda o'yin o'ynab, ekran zapis qilib, YouTube'ga yuklab ham bemalol daromad qilishingiz mumkin. Ya'ni bu yo'nalishlar telefonda qilinadigan eng oson yo'nalishlar va siz o'yin o'ynaganingizni ekran zapis qilib ham bemalol yuklashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi slaydga o'tamiz. Va ekran yozib olish uchun as screen recorder ilovasini tavsiya beraman. Bu ekran yozib olish uchun ilova mana bunaqa chiqadi. Shu ilovani tavsiya beraman sizlarga. Ya'ni ekran yozib olish bo'yicha tushuntirdim va ekran yozib olish uchun ilova ham ko'rsatib ketyapman birdan. Xo'p, keyingi slaydga o'tamiz. Telefoningizdan ko'p YouTube kanal ochmang. Nega? Xo'p, telefoningizdan ko'p YouTube kanal ochmang. Bitta yoki ikkita yetadi. Aks holda ko'p YouTube kanal ochib olsangiz, IP ni zaharlab qo'yasiz va zararlangan IP bilan yangi YouTube kanal ochsangiz ham bloklanib ketadi. Ochilgandan yoki zararlangan IP. Xo'p, bu nima? Agar siz YouTube kanal ochsangiz yoki Gmail ochsangiz yangi birdaniga bloklanib ketadi. Bu zararlangan IP bo'ladi. Ya'ni zararlanib qoladi. Ko'p Gmail ochib olsangiz, Gmail ochganingizdan bloklanib ketadi. Agar siz YouTube kanal ochsangiz, katta formatdagi videolaringiz noldan siljimaydi. Shundan bilsa bo'ladi. Demak, IP zararlangan. Qanaqadir veb-saytlar ham bor IP zararlangan, zararlanmaganini bilish uchun. Ular keyingi videolarda. Xo'p, eng muhimi, har kuni ikkitadan katta formatdagi videolarni yuklang. Xo'p, bu nega kerak? Ya'ni har kuni ikkitadan katta formatdagi video yuklash nega kerak? Misol, bir haftada bir yuklasak bo'lmaydimi? Javobim yo'q. Chunki har yangi video yuklasangiz, algoritmga yangi signal boradi. Bu kanal aktiv. YouTube bo'yicha buni maqsadi jiddiy. Xullas shunaqa signal boradi-da, videolaringiz yaxshi ko'rinadi. Ya'ni yaxshi ko'riladi. Kanalingiz stabil bo'lgani sababli stabil prosmotrlar bo'ladi. Misol uchun, videoingiz stabil 100 prosmotrdan olib ketsa ham, har bir videoingiz sizga 10 soatdan olib kelsa ham, kuniga ikkitadan qo'yib borsangiz, kuniga 20 soatdan 10 kunda 200 soat bo'ladi va o'sha 100 kunda 1000 soat bo'ladi. Har kuni shunchaki 10 soatdan videolaringiz yig'ib ketsa ham, bu degani o'sha 4000 soat monetizatsiyaga ulanish bo'yicha sharti 4000 soatni ham tez orada yig'ib qo'yasiz degani. Xo'p, keyingi slaydga o'tamiz. Xo'p, shu joyda sizlarga juda ham yaxshi bir tavsiyam bor. Telegramga kirib, kuchukcha faqat pastki chiziqcha YouTube ishlari deb qidiradigan bo'lsangiz, mana shu Telegram kanal chiqib keladi. Ya'ni bu bizning Telegram kanal. Bu Telegram kanalda nimalar bo'ladi? Misol uchun YouTube'da kanalingizni o'ldiradigan 4 ta tuzoq. Xo'p, yana bu yerda natijalarim, hozircha shunaqa postlar bor. YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yishni maslahat beraman. Bu kanal bilan zerikmaysiz va foydali postlar juda ham ko'p bo'ladi. Keyingi slayd. Bular bilan daromadga ketish mumkin. Ya'ni men o'rgatgan shunaqa hozir tushuntirgan ma'lumotlarim bilan daromadga ketishingiz mumkin. Lekin YouTube kanal to'g'ri ochib sozlanmasa, ya'ni to'g'ri ochmasangiz, Gmailni to'g'ri sozlamasangiz, YouTube kanalini yo'nalishingizga moslamasangiz, prosmotr noldan siljimaydi. Ya'ni katta formatdagi videolarda prosmotringiz noldan siljimaydi. Noto'g'ri ochilsa, videolaringiz prosmotr noldan siljimaydi. To'g'ri sozlasangiz, daromad ketishingiz mumkin. Ya'ni men o'rgatgan narsalarim orqali daromad ketishingiz mumkin. Shuning uchun sizga hech kimda yo'q taklifni beramiz. Xo'p, u taklif nima deyotgan bo'lsangiz? Xo'p, o'sha maxsus taklifni qanday olish mumkin? Telegram kanalimga kirib, mana shu описание qismiga, Telegram kanalining o'zining описание yoziladigan qismiga murojaat uchun deb bitta lichka qo'yganman. O'sha lichkaga bosib, YouTube kanal deb yozing, YouTube kanal. Va biz sizga o'zimizning taklifimizni yuboramiz.